tak. Вот, bu o'rtoqlar aynan brokerdan hisob raqam ochish va bugun sizlarga bitta kichkina layfhack o'rtoqlar. Bilasizlar, bizda kriptoda savdo qilish baribir qonunan taqiqlangan. Shuning uchun sizlarga bugun kichkina layfhack bo'ladi. Вот. Shuning uchun kelinglar sразу maqsadga o'tamiz. Как раз 25 minut vaqtimiz bor. И orada 25 minutdan keyin biroz savdo qilishga ham uspet qilishimiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Вот, всё. Bu umumiy bo'lgani uchun mayli, o'zi aslida yo'q, bu faqat klub uchun bo'lishi kerak edi, lekin mayli, boshqalarga ham bir klubda o'tiladigan nima deydi, boshqa mavzular hali ko'p, shuning uchun hammaga ssilkani berdim, чтобы qolganlarga ham foydali bo'lsin deb. Вот, shuning uchun o'rtoqlar, bugun broker haqida gaplashamiz. Juda ham ko'p savol berasizlar broker mavzusida. Men Dubayga kelganimdan keyin aynan местный kompaniyalarda tanish bo'lgan brokerlarni qidirdim va aynan mana shu hozirlar ko'rib turgan kompaniyani shaxsan xo'jayini bilan, ya'ni owner bilan tanishib, gaplashib, ularga alohida ikkita menejer O'zbekiston territoriyasi uchun belgilashini iltimos qilib o'rtoqlar. Вот. Mana shu kompaniya bilan hamkorlikda ish boshlaganmiz. Shuning uchun aynan bu kompaniyada bilasizlar, kelinglar, kompaniyaning nomi Amana, undan keyin kanalda sizlarga yozib o'taman. Amana app va nimaga bu kompaniya o'rtoqlar? Bilasizlar, kompaniya, brokerskiy kompaniyalarda ko'pincha, даже hattoki katta mashhur kompaniyalar bor, как XM, Xnes, mana so'nggi paytlarda shotli ko'p blok bot, ko'pchilik pul yecha olmayapti. Shuning uchun sizlarga mana shunaqa ajoyib bir kompaniyani taqdim qilmoqchiman. Bu kompaniyaning prikol tomonlari juda ham ko'p, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Вот. Например, mana litsenziyadan boshlaylik o'rtoqlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta bu kompaniyaning litsenziyasi bor. Ya'ni DFC dan olingan bu, to есть aynan Emirat uchun olingan. Вот. Ko'rib turganinglardek SK bu Emiratdagi eng kuchli regulyator. Примерно tushunishinglar uchun SK 1 yil kutib sizlarga litsenziyani bermasligi ham mumkin. Bu kompaniya 1 yil kutib litsenziyani bermasligi mumkin. Biz harakat qilib ko'rganmiz SK ni olishga. Ishoninglar, buning uchun kamida siz ishlatadigan rasxod примерно 600-1 million dollar. DFC tushunarli, Labuanniki bor. Sysig bu Yevropeyskiy eng kuchli regulyatorlardan biri, buni ko'pchilik biladi. Va ko'pchilik даже Kiprga Kipr ham offshore zona hisoblanadi. Ko'pchilik Kiprga ishonmagan taqdirda ham United Kingdom FCA bu eng kuchli dunyodagi top regulyatorlardan biri hisoblanadi o'rtoqlar. Top regulyator. Endi bular sal kuchsizroq, lekin bularning ichida men sizlarga ikkita sverxmощный regulyatorni ko'rsataman. Bu SK, ikkinchisi United Kingdom, ya'ni Britaniya FCA ni bilasizlar, eng kuchli regulyatordan biri hisoblanadi. Xo'p, platformaga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, qaranglar. Platformaga keladigan bo'lsak, mana kompaniyaga kirib, mana ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mana Amana appga kirsanglar, sizlarda mana bunaqa narsa chiqadi. Qaranglar, endi ro'yxatdan o'tishni hamma biladi, skachatib qolishingiz mumkin. Eng qizig'i, login parol terib o'tirmaysizlar. Hozir bilasizlar, yangi texnologiya chiqqan, primoy emaildan ulanib ketadi. Bu hamma hozir kompaniyalar undan foydalanyapti. Shuning uchun mana Google orqali kirib ketdim. Va bu kompaniya sizlarga hozir bitta fishkasini ko'rsataman. Qulayligini o'zingizlar prosta ko'ringlar va baho beringlar. Mana qaranglar. Qaranglar, ko'pchilik ham FX da ishlaydi, ham aksiyalarda ishlaydi. Bir xillar aksiyalarda spotda ishlaydiganlar futuresda ishlaydi, и так далее. Mana shu hammasi birda. Men sizlarga bitta narsani hozir mana ko'rsatib beraman. Mana bu Amana app. Qaranglar. Deylik, Amana appga kirganingizda trade degan joyi bor, savdoda. Qaranglar, trade, например. Вот. Trade degan joyi bor va mana tepada ProShares Ultra turibdi. Mana qaranglar. Mana shu joyga kirib, masalan, любой aksiyani yozsanglar, masalan, Tesla. Mana. Abdulla akam. Oldin rahmat. Trustpilot, broker Trustpilot nima degani? CFD brokermi? Yo'q, spotda ishlasa ham bo'ladi bu brokerda. Bu brokerda aksiyalar ham bor-da. Sizlarga hozir ko'rsataman, aksiyalar mana Tesla. Masalan,
Teslani olmoqchisiz, mana bu yerda yozasiz Teslani. Masalan, necha pullik Tesla olmoqchisiz? Oson, shotingizda masalan deylik $1000 bor. $200 aksiya olmoqchisiz mana. Nechta unit olasiz mana. Ko'rib turganingizdek bu spotda, haqiqiy aksiya. Mana bu yerda non degan joyi bor, non. Buni bossa, bu avtomatik plichoga aylanib qoladi. X2 plicho. Bir xil sal kattaroq risk bilan savdo qiladiganlar ham bo'ladi-yu. Chaqmoqni olib tashlasa, spotga aylanib qoladi. Komissiyon juda katta emas. Вот, то есть вот. Keyin yana bitta qiziq narsa aytaman sizlarga, ko'pchilik tradingni tushunmaydiganlarga tegishli bu narsa. Hamma komissiyaga qiziqadi, boshqa narsa qiziqadi. O'rtoqlar, qaranglar. Men TradingView'ga примерно full paketiga примерно yiliga $600 to'layman. $600. Qo'shimcha platformaga to'laydigan $50, $70 dan to'layman. Haqiqiy trader bo'lishga ulgurganlar sizlar tushunishinglar kerak. Men даже kotirovkani sotib olaman. Kotirovkani sotib olaman. Nimaga hammanglar tekin narsaga qiziqasizlar? Uncha inson unaqa bo'lish kerak emas-da. O'rtoqlar, вообще g'alati. Ya'ni komissiya ham tekin bo'lishi kerak, hamma narsa tekin bo'lishi kerak. Umuman g'alati narsa-yu. То есть haqiqiy traderlar biladi, что hamma narsaga pul to'lash kerakligini. Вот. TradingView'ni ochib qo'yamiz. Mana platniy versiyasi, chunki mana то есть platniy versiyasi o'zi bilasizlar, то есть так, mana bitta instrument, просто menda bilasizlar robotlar ishlaydi. Signallar сразу keladi menga. Вот. Mana gap bilan ochiladimi deyman. Hozir. Vo. Agar hozir necha protsent gap. Охренеть, 180%. Qanaqa instrument gap bilan ochilishi mumkin? Xullas, davom etamiz. Вот, qaranglar, bu spot. Mana aksiyalar bilan, kimdir aksiyalar bilan ishlamoqchi bo'lganlar uzoq muddat. Mana sizlarga juda ham qulay kompaniya, chunki aksiyalarda ishlaydigan kompaniyalar ko'pi USDT qabul qilmaydi va Amana USDT qabul qiladi даже, то есть tushunasizlarmi? Juda ham qulay. Xnet teknu. Tekin narsaga qiziqib yuraveringlar mana shunaqa. U Xnet qanaqa maqsadini bilmaysiz siz, вот и все. Bu Xnet sizda aksiya bormi? Savol aslida. Endi qaranglar, bu aksiyalar uchun tushunarli, просто Amanaga kirasizlar, trade tepada instrumentlar turadi. Любой, masalan, Nvidia mana kompaniyasi. Mana Nvidia mana, например. Bitcoin kerakmi? Bitcoin spot kerakmi yo Bitcoin leverage kerakmi? Nima kerak? Nechta Bitcoin olmoqchilar mana? Ну, условно. Вот, endi qaranglar, profilga kiramizda, sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Qaranglar, account degan joyi bor. Mana profilga kirasizlar. Mana account degan joyi bor. My account degan joyi bor. Accountga kirib, bitta mana plusni bossanglar mana. Уже bu FX uchun MetaTrader Tour, MetaTrader 5, Create MT5 ni bosasizlarda, va sizlarda pastda qaranglar nima chiqadi mana. Tayyor username chiqadi MetaTrader 5 uchun. Mana, Amana Capital. Mana. Eng yomon ko'rgan narsam mana shu narsalar. Xullas, CryptoSpot ana hammasi bor. Notcoin deysizlarmi? Xullas, mana MetaTrader 5, ya'ni bu broker orqali bir vaqtning o'zida ham aksiya spot ishlash mumkin ham mana. Qaranglar, bitta create account qilganingizdan keyin link chiqadi, pastda username va parol chiqadi. Mana вот и все. Da mana FX uchun sizlarga versiya, mana shu appda o'zida primoy MetaTraderga yuboradi. Mana MetaTrader tayyor va aksiyalarda ishlamoqchi, spotda ishlamoqchi bo'lsanglar shunaqa bo'ladi. Уже transferni bosasizlarda mana accountdan accountga o'tkazaverasizlar. Mana Amana broker, mana bunga MetaTrader, o'sha MetaTrader va mana bunga pul yozasizlar.
То есть spotdan spotdagi masalan aksiyalarda ishlab bo'ldinglar. Aksiyalarda ishlab bo'ldinglar, pribillinglar bor. Aksiyani o'sha paytda o'zida aksiyadagi bitiminglarni yopib, sразу MetaTrader'ga o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Minimum deposit qancha? $10. Pul chiqarish bo'yicha muammo bo'lmaydi. Hamma gap bilasizlarmi nimada? Nimaga men bu kompaniyani rekomendatsiya qilaman sizlarga? Agar kimdadir pul chiqarishda muammo bo'lsa, biza Primo ofis bilan bog'lanish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni owner bilan tanishib bo'lgandan keyin Primo owner bilan. Shuning uchun muammo yo'q pul chiqarish bo'yicha. Zadержка bo'lsa yoki qanaqa sabab bo'ladi. Через bank ham ishlasa bo'ladimi? Конечно, ishlasa bo'ladi. Просто bu juda qulay va bitta appda o'zida, например, masalan, kripto masalan, men depozit qilganman, mana summalarni ko'ringlar. Qanaqa summalar? Mana. Mana summalarni ko'ringlar, mana. Atak. Yana bitta kirasizlar. Так. Profil va trade'ga kirasizlar. Mana trade'da spot turadi. Prям aksiyalarda. Orders. Kredit plечо maksimum qancha? 100. Abikir brokerga nima deysiz? Endi yaxshi broker, zo'r broker, katta. Просто endi u sal murakkabroq. Boshlovchilar uchun amani yaxshi broker. Boshlovchilar uchun katta summa, endi katta summada ham bo'ladi, lekin bir o'rtacha summa uchun juda ham. Kriptoga vivod qilsak bo'ladimi? Javob ha, bo'ladi. Juda ham kam kompaniyalarda bunaqa imkoniyat bor. Ya'ni kriptoda пополнение снять qilib spotda aksiyada savdo qilish mumkin bo'lgan sign up qilib bo'lmayapti, kirmayapti. Kiradi. Ishoning kiradi. Вот. Shu securityda day trade pattern savdo qilishga ruxsat bermadi. Nima qilsa bo'ladi? Uni boshqa brokerga o'ting. Boya gapim to'xtab qoldi. No, просто mana ko'p amerikanskiy broker, просто bitta narsani tushuninglar. O'zbek pasport bilan registratsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi o'rtoqlar. Mana sizlarga men maslahat beraman. O'zbekistonda ofis ochishi ham mumkin bu kompaniya. Mana produktlar, например, sizlar tushunishingiz uchun. Вот. Mana Sterling degan programma so'nggi paytlarda traderlarning ichida juda ham mashhur bo'lib ulgurgan platforma. Mana shunaqa platformalar pulli hammasi o'rtoqlar, pulli. Men o'ylamanglar, trading bu sizlar o'ylagan narsa emas. Hamma narsa osmondan keladi-yu, bepul narsa yo'q bu yerda. Mana platforma, mana katta millionlik katta shotlarimdan bittasi. Например, настройка торговые продукты. Qayerda edi? Настройка platformadamidi? Hozir men topib olay. Mana qaranglar o'rtoqlar. O'qinglar, mana ruscha bilasizlar. Подпишитесь на рыночные данные. Mana. Ko'rasizlarmi? Mana ko'rasizlarmi? Mana bitta kotirovkani o'ziga har oy $37 to'layman. Mana. Plata для профессионалов, например. Nasdaq Nice. Nasdaq va Nice kotirovkaga men $30 to'layman. Shuning uchun haqiqiy amerikanskiy bozorda ishlaydiganlar biladi, bu narsa arzon turmaydi, tushunyapsizlarmi? Mana ko'rasizlarmi? Hamma kotirovka pulli, hamma narsa pulli. Platforma mana qarang, masalan, mana bu $110, mana $113 masalanda. Например, Toronto, masalan, Kanada Stock Exchange menga anaqa danilari kerak bo'lsa, men $110 to'lashim kerak, tushunyapsizlarmi? Hamma narsa pulli.
20-50 ming dollar bilan ishlasa bo'ladi. Bo'lmaydi. Вообще 1 million dollar, 2 million dollar muammo bo'lmaydi. Chunki ular bizani официальный partnyor hisoblanadi. Официальный partnyor. Mana просто man sizlarga aytyapman. Oddiy amerikanskiy любой amerikanskiy нормальный platforma kamida oyiga 50 dollar turadi. Kamida oyiga 50 dollar o'rtoqlar. Tushunasizlarmi? Вот. Savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin broker masalasida. Platforma haqida endi anaqalar, то есть ma'lumotlar. Kotirovka haqida ma'lumot bering. Mana kotirovka, mana narxlar. Любой aksiyani olish mumkin masalan. Так, o'ziz qachon ochasiz broker? Broker ochish qiyin emas o'rtoqlar. Просто uni yuritish uchun ko'p energiya kerak. Men treyderman, mani vaqtim yo'q. No, lekin mana sizlarga ishonchli broker haqida ma'lumot beraman. Regulyatorlari, mana litsenziyalari hammasi joyida. Ideyalar qachon beriladi? Trading klubga berildi уже bitta, например. Просто yaqinda ideyalar beriladi, uspet qilmay qolasizlar. O'tiring. Trading klub bir oy tarifi 33 dollar. Yangi kirganlar uchun tavsiya berasiz. Mana juda ham qulay o'rtoqlar. Juda ham qulay kompaniya. Вообще super qulay. Mana stok xohlaysizlarmi, ETF xohlaysizlarmi, indeks xohlaysizlarmi, commodities xohlaysizlarmi, gold, silver, kripto, nima xohlasanglar. Qulay kompaniya mana. Aksiyalarda ham ko'proq beriladimi? Sonda aksiyalarda ham ko'proq da. Dokumentni kirgizib ro'yxatdan o'tib bo'lmayapti. O'tib bo'ladi. Hamma to'g'ri kirib bu yaqin orada saytga kirish uchun nimadir himoya tizimi bilan kirish kerakmi? Hozir so'rab ko'ramiz. Bizning o'quvchilar ishlashyapti. Hamma xursand. Hamma aynan kompaniyada. Chunki bir vaqtning o'zida ham aksiyada ishlash mumkin, spotda ishlash mumkin, CFD da emas, ham FX da ishlash mumkin. Tak, bu yerda qayerda symbols, share spot, mana FX, gold, spot. Abu Dhabi CFD bor ekan, qaranglar. Endi ko'rishim. Parking. Talabat bor ekan, qoyil. Dubayga kelganlar bilishadi talabat. Kuvayt bor ekan, shu Kuvayt qoyil. Chiqmayapti-da. Bitcoin leverage. Oppa, qani? Ana Bitcoin leverage. Mana Bitcoin ishlasa bo'ladi.
Amanadan ro'yxatdan o'tish sizlar orqali silka bo'ladimi? Primoy o'tsangiz biz avtomatiski. Saxabank minimum depozit qancha? $10,000. Ko'pchilik jiddiy broker xohlaydi-yu, lekin minimalkasiga chidolmaydi ko'pchilik. Premarketda yo'q. Уже uning uchun pul to'laysiz. Abror, u ishoning, men hozir bepul versiyani aytyapman. Premarketda savdo qilmoqchi bo'lganlar обязательно pul to'lash kerak. Так. Minimal pul chiqarish qancha bo'ladi? Minimal pul chiqarib xohlagancha chiqarib, soliq to'laymizmi? Bu savolni anaqaga berasiz. Xo'p, налоговыйga telefon qilib so'raysiz, mendan emas. Tak, o'zi bay olgan edim, shu to'g'rimi? Bu haqida hozir gaplashmayapmiz. Xo'p, одновременно ham dars o'tamiz, ham savdo qilamiz. Вот и все. Penny stockda ishlasa bo'ladimi? Yo'q, penny stockda ishlash uchun sizga platniy kerak. O'rtoqlar, treyderlar hammasi platniy platformalarda ishlaydi. Mana men sizlarga oddiy misol Saxabankni ko'rsatib berdim, profilimga kirib. Mana даже maxsus bor, подпишитесь на рыночные данные. Mana sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Mana har oy men to'layman pul. Har oy to'layman mana. Nasdaq kotirovka berishiga faqatgina shu platformadan narx olishim uchun mana masalan mana buni bermaydi broker, mana bu kotirovkani bermaydi. Masalan, ana kuni tutdimu mana shuni 20% движениyani. Bu kotirovkani men olishim uchun pul to'lashim kerak, o'rtoqlar, tushunsizlarmi? Вот. Shuning uchun amana spotda ham bir vaqtda tasavvur qiling, masalan, men bir vaqtda men sizlarga ideya beraman. Mana aksiyani olinglar. Bitta amana appga kirasizlarda, все, mana bu yozasizlar masalan, o'rtoqlar Tesla buy, Teslaga kirasizlar, все, o'rtoqlar mana. Kichkina summa bo'lsa ham Teslaga kirasizlar, buyga kirasizlar, nechta pulingiz bor? Mayli, $200 Tesla aksiyasini olmoqchisizlar. И buy, все. Zo'rmi, qulaymi, chotki, oson. А вот, и FX da ishlamoqchisizlar, masalan, FX da. Все, то есть profilga kirasizlar, masalan, profilga kirasizlar, mana username turibdi, MetaTraderga kirasizlar, FX da, вот и все, yevro, funt, dollar buy, и buy olasiz, вот и все. Hamma qulaylik. Hop, 3 qopda Amerikan sessiyaga men trade qilishim ham mumkin. Va sizlarga bir ikkita foydali narsani ham aytib o'tishim kerak. Bir ikkita foydali narsani sizlarga aytib o'tishim kerak hozir. Islom aksiyani olishim mumkin-da, asset. Masalan, mana qaranglar, mana oddiy misol. Mana bepul. To'g'rimi? Endi asosiy aksiyalar bor. Mana qaranglar. Masalan, mana bu ASST, например, to'g'rimi? Qaranglar. Trade ga kiraman-da. ASST. Qaranglar. No ishtima yo'q deyapti. Ko'rasizlarmi? Bu aksiya yo'q. Mana Trading View da bor, bu yerda yo'q. Endi qaranglar. Saxoda platniga kiryapman. ASST. Bu yerda bor, asset вот. Bitta qo'shaman. Вот и все. Например. Покупка. Например, условно masalan. Торговляga kiraman, например. Masalan, 1000 ta olmoqchiman. Mana. 1000 ta 1000 ta olmayman, ko'proq olaman. Uzr, 1000 ta dedim. Masalan, условно. Qayerqa yo'q bo'lib qoldi. Masalan, deylik,
Masalan, 10 mingta olmoqchiman. Mana 10 ming, 6 ming nominal ko'rdinglarmi? 6 ming nominal ketdi. Hozir ochiqda торговля просто. Рынок покупка 10 ming mana. 1.71 ekan, например, 67. Hozir ochiladi rынок, например. Bozor ochiladi. Shunga masalan покупка 10 mingta oldim. 6 ming dollar. Mana. Ochilmadi rынок. Условно mana. Просто men sizlarga real vaqtni ko'rsatib beray mana. Mana 400 dollar, mana 500 dollar ketdi. Hop, davay. Hop, qaranglar, 800 dollar, hop. Mana bu ana sizlarga jonli efirda trade kerakmi? Mana asset ko'rdinglar? Yopilishim bilan pastga tushib ketaman, qaranglar. Hoppa!